Kevalaqa. Ehtiyot bo'lgan, xo'pmi? Kitoblaringizni oldingmi? Opangga aytgan tezroq bo'lsin, xo'pmi? Xo'p. Irodaxon? Irodaxon. Sizlar tezroq bo'linglar. Xo'p. Hozir. Irodaxon. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Pulni tayyorlab qo'ydingizmi? Haligi Tushunarli. Toqatim tog' bo'ldi. Hoziroq narsalarni yig'ishtiring-da, bu yerdan jo'nab qoling. Tushunarlimi? opajon, qizlarim maktabga ketayotgandi. Men hech narsani bilmayman. Ketishingiz kerak. Xo'p bo'ladi. Hech bo'lmasa narsalarimni yig'ishtirib oling. Sizga 2 soat vaqt beraman. Narsalaringizni yig'ishtirib, uyni bo'shatib qo'ying. Ijara haqqini topganingizda keyin to'lab ketarsiz bir oyligini. Opa, tushunganingiz uchun rahmat. Ilohim baraka toping, opa. Bo'la qoling. Shu uyda qancha xotiralarim bor edi. Eng shirin damlarimni shu yerda o'tkazgandim. Barchasini qoldirib ketaman. Oyi, nega bu uydan ketyapmiz? Ijara pulini to'la olmaganimiz uchunmi? Oyi, bu uyda yaxshi yashayotgan edik-a? Qizlarim, hozircha bu uydan ketishga majburmiz. Qayerga boramiz? Bilmadim. Buvimnikiga boramizmi, oyi? Buvinikiga boramiz. Balki dadamizni og'ir ahvolda ko'rib yordam berarlar. Buvim yana haydasalarchi, ammamchi? Ular ham ahvolimizni tushunishar. Qani bo'la qolinglar. Endi maktabga buvinikidan qatnaysizlar. Narsalarni oldinglarmi? Qani ketib yura qolinglar. Qo'ng'iroqni chalchi. Sovqotib ketdingmi? Hozir. Hozir uyga kiramiz, xo'p? Hozir. Assalomu alaykum, opajon. Assalomu alaykum, amma. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Nima keldingiz? Haligi ijara uydan. Ijarada yashash osonmas ekanmi? Ha, jakatda ketardingiz-ku? O'zim epla olayman deb. Qalay ekan alohida yashash? Opajon, iltimos ichkarida gaplashaylik. Jiyanlaringiz ham charchadi, ham ko'chada sovqotib ketishdi. Hech hamda qayerdan kelgan bo'lsangiz o'sha yerga keting. Ana oyingiz uyiga boring. Bu uy meniki. Opajon, hozir boradigan joyimiz yo'q. Ozgina o'zimga kelib oling. Keyin aytgancha bu uyga davo ham qilmayman. Jon opajon, iltimos. Hech qachon boshqa bu uyga qaytib kelmang. Bu uyni hatto ukamga ham bermayman, tushunarlimi? Iltimos opajon, ruxsat bering. Oyijon, endi qayerga boramiz? Bilmadim, bolam. Tavba. Suv oquradi. Na o'g'lim qariydi, na qizim qariydi. Buni ham o'zim to'g'rilashim kerak. Ha, kim ekan? Tilamchilar kelibdi. Qo'yavering. E'tibor bermang. Ha, biror narsa bervardingmi? Jinni bo'pmanmi? Bo'pti. Qizim, ana oshxonada idishlar uyilib yotibdi. Bor, yuvib kel.
Namuncha menga ish beraverasiz? Tavba. Boshqa ishlarim bor. Voy, kun bo'yi telefondan ko'zingni olmaysan-ku. Hech bo'lmasa ovqatga harakat qil. Bilasiz-ku, ovqat qilishni yoqtirmayman. Nima qilyapsiz o'sha suvni? Nima qilardim? Oqi yotibdi, ko'rmayapsanmi? Shartmi shu ish? Na kay qariydi, na san qariysan. Shuning uchun qaynanay haydab yuborgan sani. Hoppa, endi yuzimga solavering umrimni oxirigacha. Uf, Ana u kelinni bekor haydadim. Mana shu ishlarga yarab turarmidi? Onamni javrashini eshitmasdim. ha? Nima o'ylanib turibsan? Hech narsa. Bo'ldi qiling. Hadeb o'ralashavermang bu yerda. Javrashini qarang. Hozir. Bu ham hech bo'lmadi-da. Hozir. Assalomu alaykum oyijon. Assalomu alaykum buva. Ha, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. buvajon. Ona qizlarim, yaxshi keldinglarmi? Zulqumorxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ichkarida gaplashib olsak bo'ladimi? Bu yerda gaplasha olmaymiz. Ha, mayli, kelinglar, kiringlar. Kelinglar, bolam. Kelinglar. Kiringlar. Voy assallarim. Keling. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat, Ishlaringiz rahmat. yaxshimi? Kelinglar, kiringlar. Keling. Xush kelibsiz. Keling, Rahmat. o'ting. Qani, kelinglar. Kiringlar bolajonlarim. O'tiraveringlar. Ay. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Qani. Ilohi omin. Tansihatli, xotirjamlik taqib Amin. o'zidan begona Alloh qilmasin. akbar. Alloh. Aytganingiz Qalay? kelsin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Ha, bolalaringiz yaxshimi? Bolalar. Sizlar narigi xonaga chiqinglar. Marhamat. Xullas, sizni bezovta qilishdan maqsad keliningiz bilan nabiralaringiz ko'chada qolishibdi. Boradigan joylari yo'q ekan. Ijara uydan ham chiqarib yuboribdi. Ha, men nima qilay? Ularni uyga kiriting. Nabiralaringiz ko'chada sarson bo'lishmasin. Tavba. Ha, ko'chada qolgan bo'lsa, eshigimni taqillatib, ha, o'zi kelavermaydimi? Sizni ovora qilib nima qilardi? Kelgan ekan, qizingiz kiritmabdi. Aytmadimi sizga? Agar yo'q deb uyingizga kiritmasangiz, boshqacha chora ko'ramiz. Baribir kiritishga majbursiz. Chunki keliningiz va nabiralaringizni ham bu uyda haqqi bor. Ha, yaxshi. Voy tavba. Hech kim bularni haydayotgani yo'q. O'zlari alohida yashaymiz deb chiqib ketishgandi. Qiyin ahvolga tushgandan keyin esiga tushib qaytib kelibdi-da. Shunaqami? Mayli, men bora qolay. Sizdan iltimos. Voy. Nabiralaringizni, keliningizni ko'ksidan itarmang. Biz ham qarab turmaymiz. Voy, nima deyapsiz? Men qilamanmi shu ishni? Yo'q. Mayli, menga ruxsat. Kelin, choy poy. Mayli, shart emas. Sog' bo'linglar. Allohu akbar. Yaxshi o'tiringlar. Kelib turing. Hop. Sog' Yaxshi bo'ling, o'tiringlar. hop. Sog' bo'ling. Men o'zim kuzatib qo'yaman. O'tiring. Uydagilarga salom deng.
Butun mahallani oldida bizni sharmanda qilib yuribsanmi? Yo'q, dadasi. Men majbur bo'lyapman-ku. Ijara uyni egasi bizni ko'chaga haydab chiqarib yubordi. Qayerga borishni bilmadim. Boshqa boradigan joyimiz bo'lmasa, Kelin. Dardingizni dasturxon qilib yurar ekansiz-da. Shunaqami? yo'q oyijon. Chorasiz qoldim. Meni aybdor qilgani uyalmadingizmi? Endi hammasiga men sababchi bo'ldimmi? Opajon, kechiring. O'zingizni pishirib yeng endi. Opajon, kechiring. Menga qara. Bilib qo'y. Agar mahalladan biror gap eshitadigan bo'lsam, mendan yaxshilik kutma. Xo'p. Men nima qildim? Oyijon, iltimos shu yerda qolishimizga ruxsat bering. Nima desangiz qilaman. Faqat bolalarim bilan sarson bo'lmang. Jon oyijon, iltimos. Xo'p. Faqat meni aytganimni qilasiz. Xo'p, Tushundingizmi? bo'ladi oyijon. Tushundim. Ano, burchaydagi uyni yig'ishtirib yuboring. O'sha yerda qolasizlar. Xo'p. Faqat oyijon, buguncha shu xonada tursak maylimi? Xonani yig'ishtirib, ertaga kirardik. Xo'p. Mayli. Bugun ruxsat beraman bugun. Xo'p. Ertadan boshlab o'sha yerda yotasizlar. Rahmat oyijon. Siz shu yerda yotavering. Qizlar meni yonimda yotadi. Rahmat oyijon. Ay. Bilsangiz bilarsiz. Kelinni kelgani bir tomondan yaxshi bo'ldi. Qaytanga hamma ishlarimni qildirib olaman. Mana. Olinglar qizlarim. Yeb olinglar issiqqina. Ha, Shirin kelin poshsha. Labboy oyijon, kiring. O'tiring. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Choy. Oyijon, hamma yonni tozaladim va ertalabdan nonushta tayyorladim. Mana somsa. Yeb oling issiqqina. Bolalar, sizlar ham bo'linglar. Maktabinglarga kech qolmanglar. Oyijon, kattakon rahmat. Issiqqina somsa ekan. Maktabga ham olib ketsam maylimi? Agar bu uylar xo'p desalar, keyin olib ketasizlar, maylimi? Irodaxon, Labboy oyijon. menga qarang kelin. Sizda gapim bor. Eshitaman oyijon. O'tiring. Ana u ko'cha supuradigan ishingizni yig'ishtiring. Nimaga oyijon, axir u topganim Xanna ro'zg'origa ketayotgandi. Men sizga o'zim ish topib beraman. Qanaqa ish ekan oyijon? Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Tushundingizmi? Endi men aytganim bo'ladi. Xo'p, bo'ladi oyijon. Faqat qo'limdan keladigan ish bo'lsa bo'ldi. Ha, qo'lingizdan keladi. Qani hozir meni ham opajoningizni ham xonasini yig'ishtirib chiqing. Keyin kecha sizga bergan xonani tozalab, yig'ishtirib, hamma yoqni to'g'rilab oling, xo'pmi? Xo'p. Keyin sizni yangi ishingizga olib boraman. Bora qoling. Xo'p, bo'ladi oyijon. Sizlar ham tez-tez ovqatinglarni yeylar-da, maktabinglarga Bora kech qoling. qolmasdan boringlar. Xo'p, bo'ladi.
oyijon, shu uymi? Ha, xuddi shu uy. Meni gapdagi bir sherigimni uyi. Ha, Kecha gaplashgandim. Uyda yordamchi kerak ekan. Shunga har kun ertalabdan kechgacha shu yerda ishlaysiz. Eshityapsizmi? ha, eshityapman oyijon. Demak, uy ishlarni qilish kerak ekandi. Ha. Hovli, uyni ishini qilasiz. Kelini va o'g'li xorijga ketishgan. Qizlari o'qishdan kech kelar ekan. Ish qilib uyda ish qiladigan odam yo'q. Qani yuring. Kiraylik. Matlubaxon. Matlubaxon. Ha, Matlubaxon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelinglar. Yaxshiribsizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, Yaxshimisizlar? yaxshi. O'ziz yaxshimisiz? Ha. Ha. Oy. Uylarni chiroyli qilib Matlubaxon. Kelinimni qo'l oyog'i chaqqon. Kecha kelishganimizdek pulini bersangiz bo'ldi. Hamma aytganingizni qiladi. Tushunarli. Meni bilasiz, men juda ham injiqman. Ancha-muncha ish menga yoqmaydi. Ha. Anavi shipda turgan dog'ni ham ko'raman. Shuning uchun ko'nglimdagidek ish qilmasa mendan bir tiynam ololmaydi. Eshitdingizmi, kelin poshsho? Ha, eshitdim oyijon. Siz ko'nglingizni xotirjam qiling. Bo'lmasam kelinimni o'zim xafa qilib qo'yaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Aytganingizdek qilaman. Keyin menga shovqinni ovozi yoqmaydi. Changni ham yoqtirmayman. Ish qilayotganingizda jimgina tovush chiqarmasdan ish qilishingiz kerak. Keyin hovli ishlarni ham o'zingiz qilasiz. Darvozani ham yaltilatib artish kerak. Ha, xo'p tushundim. Keyin tushlikka mazali ovqat qilishingizga to'g'ri keladi. Bugun bir ovqat qilib ko'ring. Men uni yeb ko'ray. Keyin javobini aytaman. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa ishga kirishavering. Avval hovlidan boshlaymiz. Ana u yerda changlatalar bor. Supurgi ham bormi? Supurgi ham bor. Ana u yoqda. Bora qoling. Ish qilib, keliningiz dovdirab qolmaydimi? Yo'q. Qo'l oyog'i chaqqongidami? Bo'lmasamchi hamma ish eplaydi. Mayli, men buguncha keliningizni sinab ko'ray. Ertaga javobini aytaman. Keliningizni ishga olamanmi, yo'qmi? Uni ertaga aytaman. Faqat pulni kelishganimizdek bersangiz bo'ldi. Kelishdik. Kuniga 300 dan. Kelishdik. Hormang, charchamadingizmi? Salomat bo'ling. Kecha qilgan ovqatingiz juda ham mazali chiqibdi, menga yoqdi. Rahmat. Ish qilishlaringiz ham menga ma'qul. Shu paytgacha ancha-muncha ishlarni qilib qo'ydingiz. Faqat sal chalanroq ish qilar ekansiz. Mana bu xonani changga yaxshi artilmabdi, boshqatdan artib qo'yarsiz. Xo'p bo'ladi. Menga shoshilib ish qilishingiz shart emas. Shoshmasdan, toza qilib, hamma yoni chinichiroq qilib tozalang. Xo'p, tushunarli. Hovlini yig'ishtirib bo'lganingizdan keyin hojatxona bilan yuvinish xonasini ham tozalab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Kim u? Hozir.
Assalomu alaykum. Shu paytgacha qayerda yuribsan? Ha, ishda edim. Oyijon aytmadilarmi? Sen mendan so'raganmiding? Mendan so'radingmi deb so'rayapman. Uzr kechirasiz. Oyijon aytganlari uchun Bor ket. ishlagandim. Haligi dadasi shoshmang. Dadasi shoshmang. Kechiring. Oyijon aytganlaricha borgandim. Iltimos oching. Ha? Tinchlikmi? Qo'yavering oyi. Tarbiyalanadi. Ikkinchi mendan beruxsat ketmaydigan bo'ladi. Ha mayli. 1 soat eshikni oldida tursa hech narsa qilmaydi. Aqli kiradi. Oyi. O'zi bizni boshqa rejalarimiz bor edi-ku. Nimaga kiritdingiz buni? Bu yoq bilan ishing bo'lmasin. Matluba menga mo'maygina pul beryapti. Uni ishlatib, pulini o'zim olaman. Boplaysiz, oyi. Oyi, xotin meniki, to'g'rimi? Ha, uni ishlagan puli ham meniki bo'lish kerak-ku. Hey! Sen toparmon, tutarmon bo'lganda men bu ishni qilmasdim. Aslida sen meni boqishing kerak. Hey! Qizlarim nima qilayotgan ekan? Ovqat yeyishdimikan? Qaynonam bilan qaynopam meni baribir yomon ko'rishadi. Menga nisbatan iliqliklari bo'lmasada qaytgandim. Ammo men ishonib umrimni bag'ishlagan turmush o'rtog'imchi, axir mana shu uydagi barcha nohaqliklarga chidolmay, uyda men bilan birga bosh olib ketgandilar-ku. Nega unday qilyapsiz, Farhod aka? Voy oyi, Assalomu alaykum oyijon. qizim, Ichkariga kiring. yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovqatlandinglarmi? Rahmat oyi, ha. Qizim, bu yerda turganmi, qayerdan bilding? Bugun gaplashayotganlarini eshitib qoldim. Qani, yur, ichkariga kiraylik, yur. Aniq ovqatlandinglarmi? Qorningni to'qa? Opang qayoqda? Ha, jiyan. Onangga achinib baribir eshikni ochibsan-da? Oyim yomon ish qilganlari yo'q. Voy do'ba. Seni ham tiling oyinikiga o'xshab bir qarchakin-a? Uzr kechiring. Oyim sovuvda muzlab qoldi. Yaxshi. Irodaxon, avval meni xonamni tozalab chiqasiz. Keyin ovqatlanasiz. Haliga men Gapimni eshitdingizmi? Qizlaringiz men tayyorlagan ovqatni mazza qilib yeb olishdi. Endi xonamni tozalamasangiz men uxla olmayman. xo'p bo'ladi, mayli. Oyi, Ha? siz kirib ovqatlanavering. Xonani opam bilan men tozalab qo'yaman. Yo'q, o'zim tozalayman, qizim. O'zim. Bolaga ish buyur orqasidan o'zing yugur degan gap bor. Agar bolalaringiz yaxshi tozalamasa, o'zingiz tozalab berasiz. Xo'p bo'ladi, opa. Kecha meni yotoqxonamni yaxshilab tozalamabsiz. Chala tozalabsiz. Bunaqasi ketmaydi. Xo'p, hozir boshqatadan tozalayman. Qaynonangiz pulni men bilan talashib tortishib olishni biladi.
hech bo'lmasa sizni chala ish qilayotganingizni hisobga olsin. Iltimos, faqat qaynonamga indamay qo'yavering. O'zim bugun hamma ishlarni boshqatadan qilaman. Bugun mana va gilamlarni ko'chaga olib chiqib qoqasiz, tushundingizmi? Bitta o'zimmi? Ha, men yordam bermayman-ku. Xo'p. Hammasinimi? Darvoza bilan yo'laklarni ham yaxshilab yuvib chiqing. Avval sovunlik suvga, keyin toza suvga. Xo'p bo'ladi. Nonushta qilgandirsiz? Haligi Mayli, ishlaringizni qilavering. xo'p bo'ladi. Ha? Yalpayib o'tiribsiz. Shuncha ish qarab turibdi, chaqqon qimirlamaysizmi? Harakat qilyapman. Qo'llarimni sezmayapman. Muzlab qoldi. Bir ishni eplolmas ekansizda. Shu havoni sovuq deyapsizmi? Ha, bunaqada hamma ishga ulgurmaysiz-ku, aylanib ketay. Sizdaqa yoshimda qancha ish qilardim, bilasizmi shuni? Men sizga qor kuratmayapman-ku. Opajon, ozgina ichkarida isinib Yo'q. olsam. Ichkarida isinib o'tirsangiz shuncha ish qolib ketadi. Hali chuchvara ham qilishingiz kerak. Bo'ling, tez-tez chaqqon qimirlang. Namuncha o'tiradi bu qiz? Xo'p. Chuchvara. Bugun mana bu idish tovoqlarni o'zingiz yuvib qo'ying. Qarang. Qizlaringiz kecha chala yuvishibdi. Tushundingizmi? Xo'p, oyijon. Eshitdingizmi gapimni? Ha, oyijon, eshitdim. Voy tavba. Yomon aktrisasiz-da. Voy qo'yib bersa-chi, hozir xushingizdan ketib qolasiz. Rostam ishondim. Ayyor kelin. Nega unaqa deysiz? Biror marta ayyorlik qilganimni ko'rganmisiz? Ha, endi ish qilmaslik uchun hamma narsaga tayyorsiz. Oyijon, rostdan uyqum kelyapti, bilasiz-ku. Ishlarni qilmasdan uyga kirib ketmayman. Menga bunaqa hunarlaringiz o'tmaydi. Avval hamma yoqni saranjonlab, keyin uyga kirib ketasiz. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xudoyim. Ha, bolam. Qayerga? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Xonamizga, oyi. Senga mana bu yoqda xona ajratganman-ku. Oyi, Iroda meni xotinim-ku. Yaqinda o'zing nima deyotganding? Ajrashaman demaganmiding? Oyi, vaziyatni ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Biz yarashdik-ku, oyi. Mayli. Bilib qo'y. Agar xotining menga gap qaytarsa yoki so'zimni ikki qilsa, hammalaringni haydab yuboraman. Hatto seni ham. Bo'ldi, oyi. Siz nima desangiz shu. Xo'p. Rahmat, oyi. Ish qilib, ana kelin ishlarini tugatdimikin? Qani bir ko'raychi.
Uxlab qopdi-yu. Iroda. 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 Oyijon, uzr, ko'zim ilinib qopti. Yana nima bo'ldi deyishini. Uxlab yotishingizni qarang. Uzr, oyijon, ko'zim ketib qopti. Rosa qattiq charchagan ekanman. Bu bilan charchagan holatimda ham rosa ish qildiryapti demoqchimisiz? Yo'q, oyijon, rostdan ham bilmay qopman-da. Uxlaydigan odam avval mana bularni hammasini saranjom qilib, keyin uxlamaydimi, a? Hozir oyijon hamma ishlarni tugatib qo'yaman, kechiring. Boshqa Iltimos. qaytarilmasin. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Uzr. Bo'ling. Xo'p bo'ladi oyijon. O'zim sizni nazorat qilib o'tirmasam, yana uxlab qolasiz. Chaqqon ishlang. Xo'p bo'ladi oyijon. Sekin sindirib qo'yasiz-ku. Xo'p oyijon. Mana bu kirlarni nega yuvmading? Dazmol qilmagansan. Kechiring. Kecha birorta ham toza kiyim topa olmadim. Uzr dadasi. Hamma ishga ulgura olmayapman. Qo'lim o'ntamas-ku. Yo, menga qara. Birinchi o'rinda meni ishim. Tushundingmi? Men seni eriyman. Boshqa ishingni yig'ishtirib qo'y. Xo'p bo'ladi. Lekin dadasi hozir hovlini tozalamasam, nonushta qilmasam, Nima deb turibman senga? Tushunmayapsanmi gapimga? Men ishimni qilasan avval, keyin uni qilasan. xo'p bo'ladi. Ana undan keyin boshqa ishingni qil. Mayli-ku-ya, lekin baribir ishga bormayapsiz-ku. Nima? Bu gaping bilan nima demoqchisan? Ha? Yo'q, haligi noto'g'ri tushundingiz. Ishga boradigan kuningiz dazmollab yuvib qo'yaman. Ishga borsam, g'ijim kiyim kiyib yuramanmi? Ha? Nima ishxonadagilar xotinini qo'li yo'q deb o'ylasinmi? Xo'p, dadasi uzr, lekin oyijon urishib beradilar-da, ularni aytganlarini qilmasam. Bo'l tezlash. Bor. Xo'p bo'ladi. Gapni ko'paytirasan. Hey, menga qarang Iroda. Labi, Shoshmang. Ha, bu yerda nima qilmoqchisiz? haligi kir mashinada kirlarni yuvmoqchi edim. Nima? Hali meni kir mashinamda kir yuvmoqchi bo'lyapsizmi? Opajon, haligi Farhod aka aytgandilar, Hay, kir hay, mashinada hay. yuvgan kirlarni deb. O'shanga Ha? Na hovli sipirilmagan, na nonushta tayyorlanmagan. Bu yerda nima qilib lallayib turibsiz? Oyi qarang, keliningiz meni kir mashinamga uyalmasdan kirini solmoqchi. Nima? O'zi sarposida ikkita eski ko'rpachadan boshqa hech narsa yo'q. Yana seni qimmatbaho narsaga tegyaptimi, a? uzr, kechiring oyijon. Bilmay qopman. Kriz bo'lsa qo'lingizda yuving. Xo'p bo'ladi. Avval nonushta tayyorlang. Haligi o'g'lingiz kirlarni yuvib qo'ygan degandilar. Avval men aytganimni qiling. Xo'p bo'ladi. O'g'lim kutadi kerak bo'lsa. Xo'p oyijon. Bo'ling. Yur qizim. Yura qol. Tuya hammomni orzu qilibdi. Tavba. Kir mashinada kir yuvarmish. Qo'lida yuvsin. Tavba. Ha, salom yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Ikkovini ham qovog'ingdan qor yog'ilyapti. Menga kitobga pul kerak. Menga daftarga, ruchkaga ham. Bu gaplarni buvingga aytgin deb onang o'rgatdimi? Ha?
Voy, oyi. Onasi o'rgatganda, boshqa kim o'rgatardi? Oyim hech narsa bizga o'rgatganlari yo'q. Yolg'on gapirma. To'g'risini aytaver. Oying yana nimalarni o'rgatdi? Oying bizni rosa yomonlasa kerak-a? Bilaman. Oying rosa g'iybatchi. G'iybatimizni qilib o'tirasanlarmi? Oyim sizlarni yomonlamaydilar. Unda nega mendan pul so'rayapsizlar? O'zi hamma pullarni oyimdan siz olib qo'yapsiz. Voy, Bizga siz pul bering. voy, bularni qarang. Voy, kim aytdi sizlarga? Buvijon, biz yosh bolamasmiz endi. Hammasini eshitganman. Qachongacha bizni xo'rlayverasiz? Voy tavba. Ko'rdingizmi, oyi? Bularga aniq o'sha onasi o'rgatgan. Kip kichkina bo'lib tillari 5 qarich. Tavba.